Oo, qo'shni mashinani вообще dotasini o'pdilar-ku. Hali to'rtdan olib qo'shnimni ko'rib chiqaman. Yangi mashinalar qulluq bo'lsin deb. Bunaqa insonlar erta indin hali ko'p kerak bo'ladi. Lutfulla, muloqotingiz hozir uy egasi kelib qoladi. Bo'p qoldim hozir 5 minut. Ha, usta. Burchatkalar bitib qoldimi? Ishlar tugadimi? Bitta aka. Kelishingizga chiroyli suvlar sevib qo'yildi deyotgandik. Assalomu alaykum. Ko'rish shart emas. Uy ichi bitgan bo'lsa, yur hisob kitob qilib oraylik. Boradigan joyim bor, shoshilib olma. Hop, yuring. Salom berdik bir bor alik olmaydi. Pulni kuchi bilganidan qolmaydi. So'zlarimiz o'sha boylik faraslarga pul topib o'zgargan. Bo'ldi aka. O'lchov bo'ldi. Burchatganimiz 180 kvadrat ketibdi. Bardurimizdan 80 dona ishlatamiz. Ha, qara. Tezroq gapir, nech pul bo'pti? Shoshilib olma, vaqtim yo'q. Bo'ldi aka. Hozir. Sizdan 1730 dollar bo'pti aka. Mana 1800 zdachi bor. Bor. Aka, agar kattalik bo'lmasa, zachini shundan mashinamni olib berardim. Bo'ladimi? Bo'ldi, yur ketdi. Yuring. Hozir aka, bir minut. Mashinani olib beraman. Qizil Matiz. Pomidorga o'xshaydi. Voy. Qani izzatchingiz? Bergan pulingizga rozi bo'ling, biz mehnatimizga rozimiz. Ozgina anglashmovchilik bo'lib qoldi. Keling bir o'shagan qo'lingizni o'tpayasiz aka. Hayotda o'zi shu darajada zo'r muallimki, siz kutmagan vaqtingiz, tayinlamagan paytingizda sizni imtihon qiladi. Vaholanki aslida uni o'zi, kimligini o'zi juda ham yaxshi biladi. Aka, tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling. Hayotgacha pulli jilvasiga oshiq bo'lib, kibrli nag'masiga uchmaylik. Kimnidir o'zimizdan past sanab turib, oxirida xuddi shunaqa oldida uyalib qolmaylik. Inson bo'lib keldim bu hayotga, inson bo'lib ketaylik. Gaplarim to'g'rimi yoki noto'g'ri? Tashqi ko'rinishga qarab, lekin baho bermaydi. Tavalasizlar. Puldan vafo kutmanglar. Pul topdim deb haddan oshib ketmanglar.